Mana qizlar qaranglar, mana chizib tashlagan bolalarim. Ketqizadi mana, hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Chizib tashlaganini ko'rasizlarmi devorga? Sepib olamizda hozir. Buni hamma joyiga sepib olsanglar, ko'rasizlar nima bo'lish. Mana qaranglar, sepib oldim. Hamma joyiga endi artaman. Ko'rasizlar, mana ketyapti. Bolalarim chizib tashlagan. Mana. Vashshe yomon shu bolalarim mana. Ikkita bola devorga bejashgan. Bu kechagi yo bugungi narsa emas-da. Eskilarni ham mana ketqizadi. Mana. Hozir boshqa qilib ishqalab chiqasizlar-da keyin. Ketadi. Mana hozir 100% rezultat ko'rasizlar-ku. Mana qizlar, ishqalab chiqdim. Mana. Endi mana shunaqa uzun salfetkasi bor. O'shanda artib chiqaman mana. Mana. Ko'ringlar, bu shunaqa aboyimizni ham yirtib olgan bechoralar. Yirtib nimadirda shu devoriga chizganday bo'la bolalar. Mana. Men bu shunaqa devorni o'zidan bizga ruchkaga chizilganini so'raganinglar uchun men hozir sizlarga joyida tashlab beray dedim. Uyimda borda, chunki shunaqa qiladigan. Mana. Mana hozir ko'rgan bo'lsanglar, polnisti shotlarda ruchka qalam chizilgan, ruchka chizilgan bor edi mana. Yo'q bo'ldi. Nimada tozalaganimga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana. Mashinada tozaladim.